Oğlum bana assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani 2026 yil 23. Necha pul bu sanasida? 25 million. Oldilaringmi? Yaxshi, zo'rabsiz. Sanasida turibmiz inshaalloh. 2026 yil 23 avgust. Necha pul bo'ldi aka bu? Hay. Oy. Necha pul bo'ldi bolalar? 12 milyon. Nechtasi? Bir dona. Maşallah. Sizikchi? Necha pul oldu? Qaytdimi bu ham? Necha puldan qaytdi? Necha pul oldi bir kavun? 25 baş kilo tuttu. Ana vahime. Vahime boshlandı, vahime. Necha pul oldu bular? Vahşi shikola to'playapsizlar ha? Barakasini bersa qo'yib beraman ha, juda xolasa. Vah. Yaxshi olibsanmi? Ha, sohibjon. Layla bosib qo'yaman. Ha, nima bo'ldi? Oy! Akalarimiz to'polon boshlangan, to'polon. Qaytishlar to'polon boshlangan inshaalloh. Voh. Sotildimi bular? Necha pulda? Voh, shikolat bu. Bochi. Bu 17 bo'ldi. 17 voh, zo'r. Oldingizmi? 17 yarim qo'ying. Voh. Voh. Ana go'zal. O 17 yarim bo'ldimi? Bo'g'azmikin bu do'stlar? Yo'q, noma'lum. Ashtar. Bo'ldi. 6 oylik bo'g'azmi? Ha, baraka. Necha yil? 99 480 00. Aloqalarga chiqishlaringiz mumkin. Aka-ukalarimiz. 6 oylik bo'g'azmi bu? Necha pulga bermadingiz? 21 mi? Nomerlarimiz. 94'lik 94'lik 060 060 77 18 77 08 08 aka-ukalarimiz. 08 08 tavsiya qilamiz. Bizda yaxshi bo'g'oz bor. O'ta ideal holatda. Zo'r. Endi mashinada ham bor. Sotildimi bular? Necha pul oldi do'st bu? Necha pul oldi? Ha, oldilarmi? 5 pul mu? 47'ye geçti. Neç pul oldu? 51. 51'ge boğaz ha? Neç aylık? Maşallah. Hayda. Neç pul oldu bu? Neç pul oldu Romanca? Neç puldan qaytdi? Kechga qo'yamiz ha, kechga. Ha. Necha pul olibdi? Bo'g'azmi bu? Bochi. Do'stim necha pul oldi?
15'er yaxshi olib qo'yibsiz ha? 15 yarım zo'rab qo'ydim. 5 puldan ketdi. 42 milyon. O'ta ideal, o'ta ideal. 42 milyon mana bu g'ozimiz. Hormonglar. Bizden uzoqlashmaylik aka-ukalarimiz. Laklari bosib qo'ydik bardirlar. Kanalga inshaalloh bizda yaxshilar bo'ladi. Bizda zo'rlar bo'ladi. Abbos Hoji olindimi? Abbos Hoji olindimi? Assalomu alaykum. 5 puldan ketdi Hoji. Maşallah. O'ta go'zallar, ideallar. Yashang gap, bozorni bersin. Ha, nima bo'ldi sizda? Ha, qo'qoslar ha. Yashanglar. Qo'chqalar nech pul olib qo'sh aka? Sotildimi? Bizdan uzoqlashmagan aka-ukalarimiz. Bizda zo'rlar bor, laklarni bosib qo'yamiz aka-ukalarimiz. Nima bo'ldi? 4,5 vosh ishkalat o'pdim. O'ta go'zal o'pdi. Bizdan uzoqlashmay laklarni bosib qo'yamiz inshaalloh. Kelaverasizlar. 5 pul bo'ldi bu.